Assalomu alaykum qadrli ilmli onalar. Bugun sizlar bilan homiladorlikni 11-haftasi haqida gaplashamiz. Va agar siz hozirda 11 haftalik homilador bo'lsangiz, demak siz 2 oy 3 haftalik homiladorsiz degani. Va oldinda sizni atiga 29 hafta kutyapti. Qadrli ilmli onalar, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki ko'pchiligingiz kanalga obuna bo'lmagan holda meni kuzatasiz ekan. Bu esa kanalda obunachilar kam bo'lishi va shunday foydali oltinga teng maslahatlar va ilmlar boshqa ayollarga yetib bormasligiga sabab bo'lyapti. Shuning uchun like va kommentariyalaringizni ham ayamasligingizni kutib qolaman. Agarda siz hozir 11 haftalik homilador bo'lsangiz, demak farzandingiz taxminan 4-4,2 cm uzunlikda va uning og'irligi esa taxminan 45-47 gram og'irlikda hisoblanadi. Bu esa bir qizil anjirni kichkinaroq variantidek desak ham bo'ladi. Esizdami, bundan oldingi haftalardagi videolarda aytib o'tgan edim. Farzandingizni qo'llari, barmoqlari, oyoq barmoqlarini o'rtasida parda bor va u xuddiki kichkina baqachaga o'xshaydi qo'l oyoqlari deb aytgandi. Hozir esa farzandingiz rivojlanib boryapti va uni barmoqlari o'rtasidagi parda allaqachon yo'qolib bo'lgan. Ya'ni uning barmoqlari alohida turibdi. Bundan tashqari farzandingizni tizzasi va tirsaklari ham bor. U xuddiki kattagina odamchaga o'xshaydi, lekin baribir hozirgi holatda uni boshi badanini deyarli yarmini egallaydi. Oldingi haftalardagi darslikda ham aytib o'tganman, hozir yana bir bora eslataman. Har bir homiladorlik 3 ta trimestr deb ataluvchi vaqt bo'limlariga bo'linadi. Birinchi trimestr bu 1 haftalikdan 13 haftalikgacha bo'lgan davr. Ikkinchi trimestr 14 haftalikdan 26 haftalikgacha bo'lgan davr. Uchinchi va oxirgi trimestr esa 27 haftalikdan 40 haftalikgacha bo'lgan davr. Hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotda ko'p mutaxassislar aslida homiladorlik 4 trimestrga bo'linadi va tug'ruqdan keyingi 3 oylik ham homiladorlikni 3 oyligiga qo'shilgan bo'lish kerak edi, lekin ayolni badani ortiq bolani ko'tarib yura olmagani uchun u bola erta tug'iladi va umuman olganda yashashga tayyor emas bo'ladi degan yangicha bir fikrlar va ishonchlarga kelib qolishgan. Qaysi tarafni tanlash o'zingizni qo'lingizda, lekin siz hozir 11 haftalikda birinchi trimestrni yakunlash arafasidasiz desak ham bo'ladi. Hozirda chaqalog'ingizning barcha eng muhim organlari shakllanib bo'lgan va ularning ko'pchiligi allaqachon ishlashni boshlagan. Masalan, jigar qizil qon tanachalarini hosil qilyapti. Uning buyraklari siydik ishlab chiqaryapti. Oshqozon osti bezi esa insulin ishlab chiqara boshlagan. Chaqalog'ingizning yuragi to'liq 4 klapanga ega bo'lib, faol ura boshlagan. Farzandingizning jinsiy a'zolari ham ushbu haftani oxiriga borib rivojlanishni boshlaydi va tashqi jinsiy a'zolari o'g'il bolalarda jins olati va moyak qopi, qizlarda esa klitoris va lablari taxminan 11 haftagacha bir-biridan farq qilmaydi. Lekin bundan keyin ham ultratovush tekshiruvlarida o'g'ilmi yoki qiz ekanini aniq ko'rish uchun yana bir necha hafta kerak bo'ladi. Keling endi siz haqingizda gaplashamiz. Sizda qanday o'zgarishlar ketyapti va ular bilan qanday yashashingiz mumkin? Umuman olganda toksikoz hali ham davom etyapti ko'pchilik ayollar uchun, lekin toksikozni qanday boshqarish, nimalar yeyish, nimalar qilish va umuman olganda toksikozni belgilarini osonlashtirish bo'yicha tavsiyalarni bundan oldingi haftadagi videolarda berib o'tganman. Shuning uchun bemalol o'sha videolarni ko'rishingiz mumkin. Agar haligacha poliklinikaga chiqib u yerda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, tezda bu narsani amalga oshirishga harakat qiling. Chunki qancha kech chiqqaningiz sari shuncha o'zingizga qiyin bo'ladi. O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsangiz, poliklinikada ro'yxatdan o'tmasdan turib, tug'ruqxonaga borib farzandingizni dunyoga keltira olmaysiz. Chunki poliklinika homiladorligingizni oxiriga borganda sizga обменная karta deb ataluvchi bir hujjat beradi va faqatgina shu hujjat bilan tug'ruqxonalar sizni qabul qiladi. Shuning uchun ham poliklinikaga borish, bundan tashqari siz to'lagan soliqlardan tushadigan bepul tibbiy xizmatdan foydalanish siz uchun juda ham muhim. Albatta u yerga boring va sizga atalgan tibbiy xizmatdan foydalaning. Katta ehtimol bilan nimadirlarni yegiz kelib qolishi, nimadirlarni yomon ko'rib qolishingiz haligacha bor bo'lsa kerak. Chunki bu narsa homiladorligingiz oxirigacha sizda davom etadigan narsa bo'ladi. Bilasizmi, men qizimga homiladorligimda shunday
taxminan 11-12 haftaligida judayam yomon, shunaqangi yomon darajada Qashqadaryoni tandir go'shtini yegim kelib qolgan. Va kulgili narsa shuki, undan oldin men tandir go'sht umuman yemagan va umuman olganda go'shtni yoqtirmaydigan qiz edim. Go'shtni deyarli yemasdim, lekin homilador bo'lganimda shu o'zimdan o'zim shu go'shtni yegim kelib qolgan. Va o'g'limga homilador bo'lganimda esa homiladorligimning oxirigacha umuman chidab bo'lmas darajada shirinlik yegim kelardi va har xil tortlar, shokoladlar doim yegim kelardi. Tug'ruqdan keyin albatta bu yegim kelishlari, shunaqangi xohishlarim hammasi birdaniga o'tib ketib, yo'q bo'lib ketgan. Shuning uchun agar nimadir yegiz kelayotgan bo'lsa, o'zingizni nafsi buzuqlikda yoki shunaqa narsalarda ayblamang. Albatta o'sha narsani olib yeyishga harakat qiling, agar u narsa sizni sog'ligingizga yoki farzandingizni sog'ligiga zarar bo'lmasa. Masalan, ko'p ayollarimiz xamirli ovqatlar yegim kelyapti, kola ichkim kelyapti, energetik ichkim kelyapti deb shunaqangi zararli narsalarni ham juda ham ko'p iste'mol qilishadi. Lekin aslida ular homilador bo'lmaganlar uchun ham juda ham zararli mahsulotlar hisoblanadi. Va albatta asalni ham ozi shirin deb bekorga aytishmaydi. Shuning uchun siz uchun mega ultra ekstra foydali bo'lgan narsalarni ham ortiqcha iste'mol qiladigan bo'lsangiz, o'zingizga zarari bo'ladi. Homiladorligingiz rivojlanib borgani sari sizni badaningizdagi o'zgarishlar ham bo'lib boradi. Va ko'pchilik ayollarda bu homiladorlik rivojlangani sari qabziyat, qornida gaz yig'ilishi, ya'ni qorni dam bo'lishi, jig'ildon qaynashi, turli xil hissiyotlarni doimiy o'ynashi, ko'pgina charchoq, bosh og'riq, выделениyalar, har xil ovqatlar yoqmay qolishi, qaysidir ovqatlar juda ham yoqib ketishi holatlari bo'lib turadi va bu narsalar normal hisoblanadi. Bugun sizlarga ozgina jig'ildon qaynashi haqida aytib bermoqchiman. Juda ham ko'p ayollarda bu homiladorlikni oxirida boshlanib, homiladorlikni oxirida bo'ladigan holat bo'lsa, ba'zilarda bu homiladorlikni boshida ham ozgina bo'ladigan holat hisoblanadi. Va yo'q, sizni qaynanangiz, qo'shnilaringiz, umuman tanishlaringiz aytganidek, bu narsa bolani sochi o'sayotgani uchun bo'layotgan narsa emas. Homiladorlik paytida kuzatiladigan jig'ildon qaynashi ikkita asosiy omil sababli yuzaga keladi. Birinchisi bu gormonal o'zgarishlar. Ular sizni qizilo'ngach va oshqozon o'rtasidagi mushaklaringizni bo'shashtiradi va natijada kislota qayta yuqoriga chiqishi mumkin bo'ladi. Va ikkinchi sabab bu bachadonni kattalashishi, ya'ni sizni bachadoningiz xuddi bolangiz bilan birgalikda kattayib boradi va o'sib borayotgan bachadon oshqozonga bosim qiladi va bu esa oshqozondagi o'sha kislotani yuqoriga ko'tarilishiga olib keladi va shu uchun siz ko'nglingiz aynigandek, ichingizdan achitqi narsalar chiqayotgandek his qilasiz. Gormonal o'zgarishlar, ayniqsa progesteron gormonining ko'payishi hazm jarayonini sekinlashtiradi va pastki qizilo'ngach sfinkterini bo'shashtiradi. Bu esa odatda oshqozon kislotasini yuqoriga ko'tarilishiga yo'l qo'ymaydigan klapan vazifasini bajaradigan organimiz hisoblanadi. Lekin u bo'shashib qolgandan keyin, hazm jarayoni sekinlashgandan keyin albatta kislotalar tepaga qaytib chiqayotgandek tuyuladi va homiladorlik davom etgan sari o'sib borayotgan bachadoningiz ham oshqozoningizga ko'proq bosim o'tkazadi va kislota yuqoriga qaytishi sizda aynan o'sha jig'ildon qaynashi sifatida namoyon bo'ladi. Bosh og'rig'i haqida o'tgan safargi videolarimizda bir ilmli onamiz so'ragan ekan. Birinchi trimestrdagi bosh og'rig'i odatda gormonal o'zgarishlar, sizdagi stress yoki uyqu yetishmasligi yoki ko'p holsiz bo'lish, suvsizlanish, umuman olganda ko'p sabablar tufayli kelib chiqishi mumkin. Ba'zi ayollarda homiladorlik paytida birinchi marta boshida migrenlar ham bo'lishi mumkin. Lekin migreni bor ayollarning ko'pchiligida bu davrda bosh og'riqlari kamayadi. Ya'ni homiladorlikgacha sizda agar migren bo'lgan bo'lsa, homiladorlik davrida bu narsalar kamayadi. Umuman olganda bosh og'rig'ini kamaytirish uchun nimalar qilishingiz mumkin? Mashq qilishingiz mumkin va bosh og'rig'ini chaqiradigan omillardan o'zingizni saqlashingiz mumkin. Masalan, men agar uzoq vaqt homiladorligimning boshida uzoq vaqt davomida ovqatlanmasam, meni tezda boshim og'rib, ko'nglim aynishni boshlardi va tezda men biror nima olib ovqatlanib olishim kerak bo'lgandi. Bu meni ikkinchi homiladorligimda. Birinchi homiladorligimda esa umuman suv ham icha olmasdim, suv ichsam ham qusaverardim va doimiy ravishda shu charchoq bilan uxlab yotgim kelardi. Ozgina harakat qilsam ham hamma yog'im og'rib, charchab, o'zimni yomon his qilardim. Shuning uchun ko'p dam olishim kerak bo'lardi. Agar siz o'zingizda qanaqadir narsalardan keyin, qanaqadir holatlardan keyin bosh og'rig'i odatdagidan ko'ra kuchliroq yoki takrorlanuvchi ekanligini his qiladigan bo'lsangiz, aynan o'sha omillardan o'zingizni saqlashga harakat qiling. Doimiy ravishda ko'pgina suvni
ozdan ichib boring va homiladorlikda mashq qilsangiz bo'ladi, yengil jismoniy mashqlarni qiling. Lekin agar siz katta o'zbek oilasida, masalan, qaynota xizmatida, boshqalarning xizmatida ko'chalar supurib shunaqangi ishlar qilib yuradigan bo'lsangiz, sizga qo'shimcha mashqlar shart emas. Organizmingizda estrogen darajasini oshishi tufayli ichki kiyimlaringizda, trusiklaringizda выделениyalar ko'proq bo'lganini sezishingiz mumkin va sog'lom выделениyalar tiniqroq, sutdek oq ranggacha bo'lgan holatda bo'ladi va ozgina bilinar-bilinmas hidga ega bo'ladi. Lekin agar sizdan chiqayotgan выделениyalar yoqimsiz hidga ega bo'lsa, og'riq bilan kelsa, qichishishga sabab bo'lsa, rangi sariq, yashil bo'ladigan bo'lsa, darhol shifokorga yoki o'zingizga o'sha doktoringizga murojaat qiling, chunki bu narsa infeksiyani belgisi bo'lishi mumkin. Homiladorlikdagi charchoq hali ham davom etayotgan bo'lish ehtimoli juda ham katta. Izohlarga yozib qoldiring, siz kuniga qancha uxlayapsiz va bu sizga yetyaptimi yoki yo'q. Chunki menga qancha uxlasam ham yetmasdi. Homiladorlikdagi charchoq sizda haligacha davom etayotgan bo'lsa, men sizga sabr tilayman, bardam bo'ling. Ikkinchi trimestrga kirganingizda odatda ko'pincha energiya oshishi ko'p ayollarda seziladi va o'zingizni ancha yaxshiroq his qilasiz. Hozirgi kunda katta ehtimol bilan sizda yana bo'layotgan bo'lishi mumkin bo'lgan holatlardan bittasi bu qabziyat va qorningiz dam bo'lishi, qorningiz shishib qolishi. Va bu narsa homiladorlik davrida juda ham keng tarqalgan hisoblanadi va bunga gormonal o'zgarishlar sabab bo'lib, ular hazm jarayonini sekinlashishi evaziga kelib chiqadi. Ovqat hazmini yaxshilash uchun esa kun davomida doimiy suv iching va ko'pgina kletchatkaga boy bo'lgan oziq-ovqatlardan yeng. Bundan oldingi video darsliklarimizda kletchatka nima va kletchatkaga boy mahsulotlar nima ekanligini ham aytib o'tganman. Yana bir bora eslatib o'taman. Kletchatka o'zbek tiliga bolalar deb tarjima qilinar ekan. Umuman olganda har ovqatingizdan oldin birorta meva yoki sabzavot yeydigan bo'lsangiz, bu narsa sizni ichingiz kelishini ancha yaxshilaydi. Bitta narsani aytib o'taman, hech qachon har kuni ichingiz kelmaydigan bo'lsa, shunaqangi holatda yurmang. Ichingizda kakangizni yig'ib yurmang. Bu narsa bolangizga ham, siz uchun ham juda ham zararli. Ichingiz doimiy ravishda yaxshi kelish kerak va bu uchun siz harakat qilishingiz kerak. Juda ko'p ayollar homiladorlik davrida dufalak yoki glitserin svechalariga qo'pol qilib aytganda o'tirib qoladi va tug'ruqdan keyin o'shalarsiz ichini keltira olmay yuradi. Ehtiyot bo'ling. Har xil dori, shunaqangi vositalardan foydalanmasdan avvalo tabiiy yo'llardan foydalanib ko'ring. Agar tabiiy yo'llar yordam bermasa, keyin shifokoringiz maslahati bilan birorta dorini qo'llasangiz bo'ladi. Homilador ayollarga bu hafta uchun ajoyib maslahat bermoqchiman. Bu ham bo'lsa homiladorlik jurnalingizga, ya'ni homiladorlik jurnali nima ekanini bundan oldingi videolarda aytib o'tganman. Har bir ayolda homiladorlik jurnali bo'lishi shart. Homiladorlik jurnalingizga doimiy ravishda har hafta sizni bo'yingiz, vazningiz hamda davlengizni yozib boring. Va bu narsa keyinchalik o'zingiz uchun esdalik uchun ham qoladi va keyinchalik roddomga borganingizda ham yordam berishi mumkin. Chunki ba'zi ayollarda tug'ruqqa yaqin yoki shu paytlarda davleniya o'ynash holatlari kuzatiladi va homiladorlik davomida sizni qon bosimingiz davomiy ravishda qanday o'zgarganligini ko'rish shifokorlarga sizga yanada yaxshiroq xizmat qilishi uchun foydali ma'lumot bo'lishi mumkin. Bugungi darsimiz siz uchun manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Izohlarga hozir necha haftaligingiz va hozirda sizda kuzatilayotgan simptomlar, o'zgarishlarni yozib qoldirishni unutmang. Aytgandek, Telegram kanalimda YouTube'da qo'yilmaydigan ajoyib ochiqcha videolarni ham joylab boraman. Shuning uchun izohlarda men zakripit qilib qo'ygan Telegram kanalimga qo'shilib olishni ham unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.